Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana Dadaxon Yoqubov bilan deb nomlangan dasturimizni boshlaymiz. Hozir Toshkentda jazirama yoz, demak 16:00 16 ga yaqinlashyapmiz. Masalan, havo harorati 44-45 daraja, Makka va Madinada 44 daraja, Avstraliyada 14 daraja, Kanadada 20 daraja, Bo'stonliqda 32 daraja. Nima sababdan Toshkentda nihoyatda issiq, salqinda 44-45 daraja. Buning asosiy sababi bir necha yillar davomida bong urib kelayotgan qurilishlar, daraxtlarning ayovsiz kesilishi, Toshkentdagi ko'llarning yo'q qilib yuborilishi, suv havzalarining yo'qotilishi, shularning hammasi mana jazirama issiqqa olib keldi. Bo'lganda ham asfalt joylarda aytishlaricha 60 darajagacha ko'tarilgan vaqtlar bo'libdi. Kecha, bugun nihoyatda issiq. Men reportaj olib boryapman, lekin reportajni hovlida, salqin joyda taxminan bir 5 minutdan ortiqcha olib borishga imkoniyatim yo'q, sog'lig'im ko'tarmaydi. Nihoyatda isib ketdi. Shuning uchun eng avvalo biz kecha kunduz ertani, bugunni, ertani o'ylab yashashimiz, ona tabiatni ardoqlashimiz, sevishimiz, o'z jonimiz qadar. Chunki biz o'zimiz tabiatni asramas ekanmiz, bizni tabiat qanday asrab qoladi? Chunki haroratning ko'tarilib borishi albatta sog'lig'imizga, borligimizga umuman zarar keltiradi. Shu boshqa yana nima ham aytishim mumkin? Bir esdalik uchun olib qo'ydim. Hozir Toshkentda 44-45 daraja. Demak, 17-iyul 2026 yil. Yana Dadaxon Yoqubov bilan Toshkent.